Assalomu alaykum hammaga. Bizlar bugun qog'oz diska keldilar. 2 dona ko'rishingiz mumkin. Bu ikkisam bir xil qog'oz diska. Shuning qog'oz diska iloji bo'lsa olmanglar. Sababi bu diska yumshoq, cho'zilib ketadi. Tozalagandan keyin bo'ladi bizlara. Keyin ichindagi damirlar ham yumshoq bo'ladi, sifatsiz bo'ladi, prujinlar ham yumshoq, sifatsiz bo'ladi. Bu shu unik ko'nak vaqtda chiqib turgan shuningni sifatlisini olsangizlar bo'ladi. Bu o'zlarimizdan ham bor bunday qog'oz diskalar. Yana ko'rishingiz mumkin. Bunda prujinlari, ichindagi damirlari ham qattiq bo'ladi. Bunda yana ko'rishingiz mumkin, yana do'shlar yo'q bunda. Bunda do'shlar bor. Shuning uchun o'zlaringizga foyda bo'ladi. Inini olmanglar iloji bo'lsa, shuningdan olinglar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar.